Sevimli kuzatuvchilarim tomonidan eng ko'p so'raladigan, xamirlari yog' shimmidon, ichlari so'lli bo'lib chiqadigan xorazmcha gummani sirlari bilan tayyorlab ko'rsataman. Sutga qaynagan issiq suv, tuz solib, tuxum chaqib, bir qoshiq yog' solib, qattiq xamir etamiz. Issiq suv solinishining sababi xamir elastik bo'ladi, yirtilib ketmaydi. Tuxum bo'lsa xamirni yog' shimib olmasligi uchun, yog' bo'lsa xamirni chaynalishi uchun solinadi. Ijonni zo'tkanda eng birinchi go'sht bilan bo'yrak yog'ini cho'p beratib, piyozni sixakni ul idishidan chiqarib, tuz bilan g'imjish kerak. Shunda piyoz o'ladi. Sochni bo'lish uchun ozroq tuz solib, suv solinadi. Eslatma, piyozni aslo cho'p beratmang. Hamma ojjisi ijjoni chiqib ketadi bo'lmasa. Xamirlarimizni o'rtacha yupqalikda yoyib, mahkam bukib pishirib olamiz. Retsept yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyaga keyingi retsept qaysi bo'lishini yozib ketinglar.